Men ham biror bir ish qilishim kerak, pul topadigan, gaz yuvib yuravermay. Diplom bor, ish yo'q. Oyligim kam bo'lsa, bolam bor bo'lsa, ustiga kallam ishlamaydi. Nega o'qidim shuncha pul sarflab? Xitoydan zakaz urib kiyim olib kelib sotaymikan, kargoga beraman $9.5-10 Keyin uni olib kelishga yo'l kira tarqataman. O'zimga foyda qolmaydi-ku. Keyin hamma joy kiyim bo'lsa, green card o'ynash kerakmi, nima qilish kerak? Ketib qolsak-a, Amerikaga qaydasan deb hamma keyin ichi kuyib o'ladi. Erim fura haydaydi, men mazza uyda o'tiraman. Soqqa samolyot bo'lib mazza qilib yuramiz. Bitta geliga olsam pip pip deb yuraman-da mazza qilib. Aji, o'g'lim meni jinni deb o'ylayapti. Jinni bo'lmasang kim bo'lay men? Nima qilibdi, Orzuga ayb yo'q. Keyin Maldiv orollarga boramiz. Maxitolar ichib, o'la issiq ekan, og'zim kuydi, maraz. Qani edi hamma orzularim amalga oshishi shunaqa bo'lib ketsa, qani edi, mazza. Oy, cho'chituvardingiz, tavba qildim odamni. Listich qo'yibdi, ko'tini yuvib qo'ying. Voy, hozir. Ichib qo'ydi deyapman. Hozir mana shu yerda yuvib olay, hozir boraman. Xayolda ham boy bo'lish mumkin emas. Shu yerda yuraverar ekanman-da. Mayli, men ketdim, ko'tini yuvib kelay.